Assalomu alaykum. Men Xushoqov Nodirjon, 20 yillik tajribaga ega nevropatolog shifokorman. Bu vaqt mobaynida turli tibbiy anjumanlarda, simpoziumlarda va malaka oshirish kurslarida o'z bilimimni oshirgan holatda insonlarda asab tizimining turli muammolari bilan shug'ullanib kelmoqdaman. Agar sizda yoki farzandingizda tez charchash, har xil tutqanoq xurujlari, bosh og'riqlar, aqliy jismoniy rivojlanishdan orqada qolish, tunda peshob tutolmaslik kabi asab tizimi muammolari uchrayotgan bo'lsa, kechiktirmasdan asab tizimi shifokoriga murojaat qilishingiz kerak. Men har shanba kuni soat 10 dan Mindanovoddagi AS klinikasida o'z faoliyatimni olib bormoqdaman.